Eron 48 soat muhlat oldi. Tramp tomonidan. Tehron Isroildagi yadroviy markaz yaqiniga zarba berdi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Isroil janubidagi Dinamo va Arad shaharlarida Eron raketasi zarbasi oqibatida qariyb 90 kishi yaralangan. Bu hujum nishoni isroilliklarning yadroviy obyekti bo'lgan. Xabar qilishlaricha, jarohatlanganlarning kamida 10 nafari, jumladan 5 yoshli qizcha ham og'ir ahvolda. Dimona shahridan taxminan 10 kilometr, Arad shahridan esa 30 kilometr masofada joylashgan Yadro energetika ilmiy tadqiqot markazi jabrlanmagan. Xalqaro atom energetikasi agentligi maksimal harbiy vazminlikka chaqirgan. Dimona va Arad shaharlarida esa turar joy binolari shikastlangan. Times of Israel xabariga ko'ra, Isroil mudofaa armiyasi qo'mondonligi Eronning 2 raketasi urib tushirilmagani yuzasidan tekshiruv boshlagan. Harbiylarning baholariga ko'ra, bunday raketalarning jangovar qismi odatda yuzlab kilometrlik portlovchi moddalardan iborat bo'ladi. Isroilning front qo'mondonligi hamda zarba oqibatida o'nlab kishilar yaralanganligi va katta moddiy zarar ko'rilgani bo'yicha o'z tekshiruvini o'tkazmoqda. Shanba kuni tongdan buyon Eron Isroil bo'ylab 8 bor raketa zarbasini yo'llagan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu mamlakat janubiga qilingan hujumlarga javoban bundan buyon ham dushmanga barcha frontlarda qat'iy zarbalar berishda davom etishni va'da qilgan. U shanba oqshomini Isroil kelajagi uchun kompaniyadagi eng og'ir oqshom deb atadi. Tramp Hormuz bo'g'ozini ochishi uchun Eronga 48 soat muhlat berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp agar Tehron 48 soat ichida Hormuz bo'g'ozini ochmaydigan bo'lsa, Eron elektr stansiyalarini yakson etish bilan tahdid qildi. Agar Eron tahdidlardan voz kechib, Hormuz bo'g'ozini 48 soat ichida to'liq ochmasa, Amerika Qo'shma Shtatlari ularning eng yirik elektr stansiyasidan boshlab turli elektr stansiyalariga zarba berib yo'q qiladi, deb yozgan Tramp o'zining tegishli bo'lgan Trans Social platformasida. Tramp bu xabarni Greenwich bo'yicha 21-mart kuni soat 23:44 da e'lon qildi. Bu esa Eronda bo'g'ozni ochish uchun Greenwich bo'yicha 23-mart kuni soat 23:44 ga qadar, Tehronda 24-mart soat 3:14 vaqt borligini anglatadi. Avvalroq Tramp Trans Social ijtimoiy tarmog'ida AQSh Eronni xaritasidan o'chirib yuborish bilan tahdid qilgandi. Xaritadan o'chirib yuborishni ma'lum qilgandi. U Erondagi maqsadlariga erisha olmagani haqidagi taxminni rad etib, shunday degandi: "Aksincha, uddaladik. Rejadagidan bir necha hafta oldinroq ham. Ularning rahbariyati yo'q qilindi. Ularning floti va harbiy havo kuchlari endi yo'q. Ularda mudofaaning o'zi qolmadi va ular kelishuv tuzishni xohlashmoqda. Men esa yo'q." Eron uchun urushning yangi bosqichi boshlandimi? AQSh va Isroil Tehron bo'ylab va mamlakatning boshqa hududlaridagi strategik obyektlariga zarbalar bermoqda. Shanba kuni isroilliklar harbiylar o'z aviatsiyasi Eron poytaxtidagi yadroviy ishlanmalar ilmiy tadqiqot markaziga zarba berganini xabar qildi. Isroil armiyasi ta'kidlashicha, Malik Ashtar universiteti qoshida joylashgan ushbu strategik obyektdan Eron mudofaa sanoati yadro quroli komponentlarini ishlab chiqish uchun foydalangan. Eron mudofaa vazirligiga bo'ysunuvchi Malik Ashtar universiteti mamlakat yadro va raketa dasturlariga aloqadorligi tufayli G'arb sanksiyalariga uchragan. Shanba kuni Eron parlamenti raisi Muhammad Boqir G'olibov Eron urushning yangi bosqichiga kirayotganini aytib e'lon qildi. Aftidan oldindan rejalashtirilgan keyingi strategiyalarni amalga oshirish vaqti keldi. Agar Isroil yaxshi qo'riqlanadigan Dimona hududi raketalarini tutib qola olmasa, bu operativ nuqtai nazardan mojaro yangi bosqichga kirganining belgisidir. Isroil osmonini himoyasiz deb yozgan u X platformasida Eronning Dimon shahriga yo'llagan zarbasi yuzasidan izoh berarkan. Ar-Riyod eronlik diplomatlarni chiqarib yubormoqda. Saudiya Arabistoni bir nechta eronlik diplomatlarni, jumladan harbiy
attasheni persona non grata deb e'lon qildi. Xabar bermoqda Associated Press. Mamlakat Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qilishicha, harbiy attashi, uning yordamchisi, shuningdek Eron elchixonasining yana 3 xodimi 24 soat ichida mamlakatni tark etishi lozim. Bu xabar Saudiya Arabistoni mudofaa vazirligi Eronning 20 ta dronini urib tushirishini ortidan taqardi. Bir kunni shu kuni ertalabdan Birlashgan Arab Amirliklari mudofaa vazirligi 3 ta ballistik raketa va 8 ta dron hujumini qaytargani haqida xabar bergan. Iordaniya qurolli kuchlari esa urush boshlanganidan beri mamlakat havo kengliklariga 240 ta raketa va dron kirib kelganini, natijada 24 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Isroil Yevropani ogohlantirmoqda. Isroil mudofaa armiyasi Eron Yevropaga tahdid solayotganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan xabarlarda Seychell Eronning 4000 kilometrgacha bo'lgan masofadagi nishonlarga zarba bera oladigan uzoq masofali raketa uchirganiga izoh bergan. Gap aftidan AQSh va Buyuk Britaniyaning Diego Garcia orolidagi qo'shma bazasi tomon uchirilgan 2 ta raketa haqida ketmoqda. Ularning birontasi ham nishonga yetib bora olmadi. 2025-yil iyun oyida Rising Lion amaliyoti chog'ida Seychell Eron rejimi Yevropa, Osiyo va Afrikaning o'nlab mamlakatlariga tahdid soladigan, uchish masofasi 4000 kilometrgacha yetadigan raketalarni ishlab chiqarish niyatida ekanini aniqlagandi. Eron rejimi buni rad etdi. Bu haqda aytgandik, Eron terrorchi rejimi global xavf tug'dirmoqda. Eron endi London, Parij va Berlingacha yetib bora oladigan raketalar bilan, deyiladi isroilliklar bayonotida.